Salom do'stlar, sizlar bilan Luki. Bugungi videomizda do'stlar biz Digging Hollow degan o'yinni o'ynaymiz. Ya'ni mana bunaqa uyimiz bo'ladi. Shuni mana bu orqa hovlisidan nima desa bo'ladi, anu teshik kovlaymiz va o'tdan xazina topishimiz kerak bo'ladi. Yaxshi. Bizda jon bo'lar ekan, batareya bo'lar ekan. Batareya nimaga bilmadim. Bizga hozircha o'rgatib turibdi. Sell, menimcha narsa sotsak bo'ladi. Nimani sotamiz? Stone 3, 1 to'g'ri. Tushunarli. Kuchayar ekan, lopatkamiz kuchayar ekan. Endi kattaroq bo'lyapti. Yangi element. Yaxshi. Batareyamiz kam qoldi. Do'stlar, agar batareyamiz-chi tugab qolsa, portlab ketishi ham mumkin ekan, qo'yil. Do'stlar, videoga like bosishni unutmanglar. Biz albatta shu yerda xazinani topamiz va millioner bo'lishga harakat qilamiz. Do'stlar, bitta kovlashi 1% dan ketar ekan. Inventorimiz to'ldi do'stlar. Nima bizda jetpack bormi? Jetpackimiz ham bor ekan, qo'y. Okey, sotamiz. Boshqa narsa boshqa. Mana. Kuchaytirsa bo'lar ekan, mayli. Mana buni kuchaytiramiz. Yanada kuchaydi do'stlar. Unday bo'lsa qani ketib qo'yamiz. To'g'ri, nimadir bor deyapti. Buni tekshirsak bo'lar ekan. Chest box. Shu mana bu yerda sandiq. Mana bu yerda save. Xazina tunnel bor ekan, qo'y. Endi ancha katta kovlaymiz. Do'stlar, videoga like bosishni unutmanglar. Inventar to'ldi, sakra. Kattaydi mana bu. Sotamiz. Вы очень сильно просили найти вам еще. Okey, sotdik. Endi mana bu yerga kirib, inventarni kuchaytirdik. Endi nechta narsa sig'adi? 5 ta narsa sig'ar ekan. Zaryadimiz ko'p, hali bemalol kovlasak bo'ladi. Bitta kovlaganga 1% ketar ekan. Okey. Yaxshi, kiramiz. $4 juda kam qiladi. Zaryadkani to'ldiramiz. Ketdik. Davay tezroq kovlash kerak. Do'stlar, bizga jetpack kerak bo'lyapti. Chunki bu yerdan sakrab chiqish qiyinlashib qoladi. Mana bu yerga qildi. Do'stlar, endi men simulyator o'yinlarini ham chiqarishga qaror qildim.
Shuning uchun like bosib, obuna bo'lib qo'llab turinglar. Sakraydi. Bu portalmi nima bilmadim. Yaxshi kiramiz. Yaxshi $7. Xo'sh. Bu yerda batareykani kuchaytirish bo'lar ekan. Jetpack. Jetpack ishlatsangiz zaryadkamiz ketib qolar ekan. Endi do'stlar 2 marta kovlasak ketyapti zaryadkamiz. Do'stlar biz chiqamiz bu yerda yaxshi. Endi sotsak $8. Okey do'stlar, sotildi. Endi narsa sotib olamiz. Hozircha lopatkani kuchaytirish $100 ekan. Biz bo'lmasa nimani kuchaytirishga bo'ladi? Mana bu yerda narsalar bor ekan. Mayli, hozir pulimiz yetish uchun avval buni qo'yamiz, keyin zaryadkani to'ldiramiz. Ketdi. Do'stlar, bitta narsani bilib qoldim. Bu yerda zadaniyalar bor ekan. Biz qilibmiz zadaniyalarni. Ben bulamam. Inventarimizga 10 ta narsa bor ekan. Yaxshi, yangi element. O'shancha katta kovlab qo'yibmiz. O'rgimchilar bilan urushamiz hali. Davay mashtarakka qarab qo'llash kerak. Okey, bizda $26,000 bo'ldi. Da sotildi, bizda $42,000 bo'ldi. Batta. To'ldiramiz.
Batareykani kuchaytirdik nima bo'ldi bilmayman, lekin ayta shaxta bor deyapti. Qarang, ko'raylikchi qancha kovlabmiz, qayerdan ko'ryapti. Yashirtma, ayo bu boshqa. Karta tanlab ekan. Qayerdan ko'rdik do'stlar? Cho'tta esimdan chiqib ketdi. Mana. Ancha kovlab qo'yibmiz. Bo'ldi, tushundim. Okey. Sotish kerak bo'lgan narsalarni. 27 dollar. Okey do'stlar, hammasi sotildi. Bakka kiramiz. Jetpack kuchaytirish shart emas. Drill kerak emas, do'stlar, kerak emas. Bu yerda narsalar bor ekan, lekin bular bizga vashcha kerak bo'lmaydi. Jetpack berib so'rish qilishdi lekin. Уже qancha kuchaytirsak, shuncha ko'p pul olyapti. Da, do'stlar, ancha kovlab qo'yamiz. Minus 2 metrga tushimiz. Biz hozir minus 4 metrga tushishimiz kerak do'stlar. Juda yoqadi, simulyatorlar yoqadi o'zimga ko'proq. Agar tezroq 10 mingta qilsak do'stlar, men albatta qo'rqinchli simulyatorlarni ham olishga harakat qilaman. Okey, sotish kerak. Okey do'stlar, sotildi. Bizda 66 dollar bor. Nima olsak bo'ladi bunga? Mayli, hozircha ishlar davom ettiramiz, ketib qolamiz. Mana mashina. Oho, ancha past ekan. Levelimiz oshdi. Bo'ldi, tushundim. O'rgimchakni qanaqa o'ldirishni bilmayapman. Hech narsamiz bo'lmasa, lekin lopatka bilan uramizmi? Do'stlar, sotildi. Endi men modga kirishimiz kerak. Do'stlar, zaryadkamiz kam bo'lsa, qizarib ketar ekan, men bu ekran qizarib ketar ekan. Jon ketdi. Biz 7-levelga o'tibmiz.
Men bu yerdagi narsalarni olamiz. Yaxshi. Okey do'stlar, sotildi. Bizada endi $100 ko'p pul bo'ldi. Endi lopatani qaytashak bo'ladi. Yaxshi, zo'r kuchaydi. Materialni to'ldiramiz. Endi ketdi. $7 pulimiz qoldi. Jon ketdi 1%. Uncha katta kovlamayapti. Temir topdik. Vashita bo'lish kerak do'stlar. Qachon shaxtaga tushadi? Okey, sotildi. Jonni to'ldirish shart emas. Men sekinroq tushishga harakat qilamiz. Amodagi narsalarga yana bo'g'im tushsam. Sekinroq tushamiz do'stlar. Yaxshi. Do'stlar, o'sha video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishaman deb umid qilaman do'stlar. Sizlar bilan shu paytgacha Luking bo'ldi. Hammalarga xayr, sog' salomat bo'linglar.